Roz bo'linglar bergan pulinglarni akalar. Endi sog' bo'lsin. Mana $1000 4 million Asadga pulimiz qoldi. Mana hammasini berishdi. Kattakon rahmat. To'ri 5, balandligi to'ri 10 bo'lgan. High-tech holatda darvozamiz. Ruchkalarni ham gavdasiga moslab turib kattaroq qullu. Qo'yingki, nima yaxshi narsa qilish kerak bo'lsa, hammasini qilganmiz. Darvozamiz o'chilyapti ishlari. Moshni qilib rezinkalarni qo'yib qo'ydi. Mana. Qanotlarni ko'rsatib qo'yaymi? Darvozamiz yopilishlari. O'zimiz kelib o'lchab, yerdan nolni chiqazib, stachkani hisobini olingan burchaklarni ko'tarib qo'ygan va teva taraflarga patolon ham hisobini olib qo'ygan. Patolon ustalar ham, svarka, stachka qo'ygan ustalar ham xolos kelganda qiynalishmaydi. Chiroyli holatda ishib qizilaveradi. Hurmatli mijozlar, mana biz bu darvozani mana shu Instagramda ko'rib, ishqiboz bo'lib, telefon qildik, ustalarimiz keldi, joylarni o'lchab, ko'rib, nima qilishdi? Zakolatni berdik, lekin aytilgan zakolatdan ko'pini ham berdik, ishondik, gap so'zlarga. Tabii. Mana qisqa muddat ichida tayyor bo'ldi, sifati ham, hamma nimalari juda chiroyli, o'rnatib berishlari, hammasi akkuratniy. Birorta ayb ishlari o'zi men ayb ish qidirardim, bulardan topolmadim men ayb ish.